Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zo'rdun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'g'rida anlatildi. Rais Hu Jungxin ko'proq mush ishlarga bosh qatursa, general Zhu Xiaoliang hozir qo'lida bar bo'lgan 70-80 mingdek askari bilan eng avval G'olju to'polonini bostirishning eng o'ng'ay, eng tez unum beradigan yo'llarini izlamoqda edi. Tabiat banditlarga yordam qilmoqda. Tog'lar, qarliq dalalar uning askari yo'tkishiga to'sqin. Janubiy Xinjiangdan askar yo'tkisa, Toshqurg'on ig'izdan kiradigan banditlar qog'liq bilan yakanni o'ng'ayli elib olib, Qashqarni besib olishi mumkin. U chaqdan Xotanning holi xarob. Aqsuni saqlamoq tez. Butun Xinjiang qo'ldan ketish xavfi bor. Yo'tkimisa kuch elishmoq tez. Banditlar kun sari, soat sari ko'paymoqda. Qurollar xillanmoqda. Tajribasi qizg'inligi oshmoqda. Yaman yeri bu banditlar o'limga pisand qilmaydi. Bir yiqilsa, ikkinchisi uning qurolini elib ilgirlaveradi. Gomindanning askarlari bo'lsa, vatan, zamin ko'z qarashi ojiz. O'zining jinini o'ylaydigan bir to'p non qipala. Amerikaning Jungo askarlarini tarbiyalashga mas'ul bo'lgan generali mazoq qilib, "Men bunda qo'rsoqqa amroq, uyquga amroq askarlarni ko'rmagan" debdi dehi. Jiang Zeshi Amerika ofitseri Jungo Gomindangi bilan Kompartiya armiyasining bosh qo'mondoni bo'lsin degan taklifini rad qilmasa bo'pti ekan. Jangovar askar bo'lmasa, banditlarni yengil bo'lmaydi. Bizning askarlarimiz Xinjiangni saqlab qolish uchun jinini qurbon qilishni xohlamaydi. Xinjiangni tashlab bersimi, jini omon qolsa bo'ldi ularga. Zhu Xiaoliangdek bir general mana shunday jiniga amroq askarlarga qo'mondonlik qilib, haqoratga uchraydigan bo'ldi. Banditlarni Shingsay chig'ida tozlay olgan, mayli yili nayrang ishlatsin, ish qilib tozlaganda. Zhu Xiaoliangdek Jiang Zeshi armiyasiga oliy qo'mondon bo'lishni ko'zlab yurgan bir general to'rt banditni tozlay olmasa, bu to'limi kulkilik haqorat emasmi? Xo'zunan bilan Bai Chongshi va boshqa generallar bilan o'zangi so'qishtirib yurgan Zhu general kichikkin banditlardan mag'lub bo'lsa, uning raqiblari qanchalik ko'la. Zhu Xiaoliang Hu Jingxin bilan do'st, fikrdosh, lekin ixtilofmi yo'q emas. Balki shu turqidan Hu Jingxin buni uzun amaldorlik chapini atay kiyib olib, Zhu Xiaoliangning harbiy qo'mondonlik qobiliyatidan ichida kulayotgandi. Balki u chaqliq ekansan deyotgandi. Bu qeri harbiy ishlarni Zhu Xiaoliangga ishtirib qo'yib, chatda qo'l qo'yishtirib turib elib, atay Zhu Xiaoliangni masxiraga qo'ymoqchi bo'layotgandi. Ikki boshliq mazzilik choy ishkash jimjit o'tirib elib, o'z-o'zi bilan so'zlashayotganda, Harambag'da qo'rshavda qolgan Savuning ularni og'zini buzib tillamoqda edi. "Yatmış pishtonni!" deb u havodan tashlangan oziq-tulikning Harambag'ga tushmay, yana buloq dadam to'y yesiga tushganligini doklat qilib kiygan kiyimlari to'pa, saqili o'sib, ko'zlari jirtib qolgan Li Tuanjangni tillab bo'lib, "Bu yerda odamlar bir-birining go'shini yeyotidi. Qor yolab, muz sho'ra. Loyab kun o'tkazib hech bir kaskin tadbiri yo'q bu poq qo'rsoqlarning." Demismi, bu kichikina bog'dagi 10 mingga yaqin odam ochdan o'lmoqda edi. Ozgina ochliq ularning har biriga bir sardan bir vaqt tomoq yeyishga yetmaydi. Daraxt qo'zoqlarimi tugidi. Yer ostidan oqib ko'lab, kepak yuzi, dadamto yezilariga ozuq to'lib bulashqi chiqqan odamlar qaytib kelmadi. Otlari tugidi. Mana ozgina qolgan unmi tugidi. Hamma odam qo'rsoq xemada. Bilqut xazinasi och, uyqusiz, charchagan holda otning quyruq yoyillarini yepincha ko'rib qilib, kesakni beshi qo'yib, o'zlari ko'lib olgan gamining bo'lingida dugidib yotadi. Uning uzun qoshlari, yirik soqol buriti, oppoq oqargan, maylishib, kirgin rangini yo'qotgan yipak ko'ngliki lo'lim pit. Pitlar hatto uning soqol burutlarini arlab,
ansiz xupsallik chiqib turgan ko'zlari bilan qo'yuq yo'nliq mayda bileklarini tinmay aralab ziyorat qilib yuratdi. Uning doim pokiz tushirib turadigan yo'g'on beshini hozir qo'yuq oppoq chash bosgan. U ingridi. Supuram, büzürem, Gülayşem, senin vabalınlağı kaldım. Kıyza baskan poloğa, Kırgız nernağa, ham kaymak, maylık tokaç, orluqnan, tuxum poşkeli, Asiye, katletlerim, Petermanta, sambosa, Çöçürünlerim tutiya bop ketdi. Peşimlani küzümgü sürtay, izılağı baş koyup secde kılay. Bir 120 koyar, 1400 tuyak koy, 190 kala, 80 yılqa, 30 töge, 6 yerdeki bağ, 4 hutun, 11 bala, kimlerge kaladı, alavit kimnim? Sangsangda açlık, tultumdu may, paklan, toğmuğan biye, tay göçleri, onu azdep, irik, buğa, arkar teke, keklik, kırgavul, bödüne, gaz ördek, oğlar göçleri, abbaq toqaşla, serix may, əsəl, meyveri şalılar, nələrdi qaldı, kimge qaldı? Məndə bari pit, nəni salısam pit, yiyişim qazan, işəkdən xarımən, yetişim, zəyyər, tunguzğu oxşaş. Ay xuda, tuzaq salğın, lekin, paniydi əməz. O öz-özünü sözləb, özünü cimləb, ötken yaxşı günlərini əsləb, min bir puşayman həsrət çekib, nalı pəryat qılmaqda. Onun dastıxanada gün atlab mehman bulub, onunğa dünyadək mənsəb vədə qılıb, sanduq soğuqlar bilən öylərə qaytıdığan Can, Li, Gao deydiğan hökumət armiyə, sağçı əməldarları hazır onun bilən bir yerdə. Lekin onlarının qararğı közü yox. Bir tişləm bergidek rayı yox. Yıqılıb qalsa yülərgə halı yox. Texi o günü akop kolaşqı saldı. Micazım osal desəm, leydigen başlıq, gəpqı desaq, işlədisə ağırqmı sən, heyligar çanto deməm da. Abdümer şularını dəb bu yerge kirgen emas miydi? O, Leytuancan, Rastullah manğuda kalım yok, dedi. Li'nin təri şundaq türüldü ki, Abdümer xuddi yenağa bomba düşkendek alaqsada boldu və ömüləb orundan durup, Maqul, mən işlay, dedi. Bizni moşkünge koygan sen haq, dedi Li'nci gazap bilen. sen haq tuğma bandit, sen haq bizning tuğma düşmanimiz. Bu gap Abdümer'nin en işinidigan adamının ağızdan çıktı. Bu onun şapaşlap yürüp qılğan g'olchilikları, öz milletidan chiqqan begunoh odamlarni chiqib, yamanlab xoin qilib berishi, hukumatning salgan siliqini birini 5 qilib ko'paytib topgan foydasi bilan mushu odamlarga sovg'a salam berginning javobi edi. U mana shu kundan boshlab bu so'g'idan haydalgan it bo'ldi. Uningga o'limdan boshqa yo'l qolmadi. Çanto! dedi talatidan muz yig'adigan Li uni yeydigandek olayib. Tu! U dasturdi. Li qorong'i yer ostini ko'rsatib, askerlarni boshlatma, dedi. Maqul. U bo'yni bog'langan itdek noiloj okop ig'izga keldi. Uningga 5 askari ergashgan edi. bak, dedi Li buyruq berib. Mushu yo'l bilan kepak yuziga boradi shu, sen boshla. Non, go'sht deb kel. Abdumari o'milab degidek mangdi. Qanchalik mang'inni bilmaydi. Oxiri ochiq sovuq yuziga urildi. U dalaga chiqqanligini tushundi.
Ular eriq bilan o'milab so'lg'a, biri ko'zlakka qarab mandi. Ko'zlakdan g'uva yo'riq ko'rinmoqda edi. Abdumar o'zining ko'zligini, u yerdagi chiroyli to'qilini, o'zining har bir gapini haddis biladigan malaylarini, dadasining illiq chiroyiga intizor bolalarini eslashga ulgurdi. Mana ular qo'riq temiga keldi. Qor bilan chumkalgan bog' Abdumarning bog'lariga o'xshab ketdi. Qiyri qor yog'ochlar naq o'zi. "Mo, chatto." Biri uni miltiq paynigi bilan o'qidi. U lalmishtda qatirdi. U kishilarni bo'ysundirman deb lalmishtga aylandi. Boshqalarni ashyalang'ash qo'yib, o'zim yayrayman deb ash qo'tirishga aylandi. U yavaşlarını talayman deb g'aljirishga aylandi. Uningda ishlarning hamma sifatlari yetildi. Uningda odamga xos hech bir belgi qolmadi. O'g'zida turib, samonga cho'mkilib, g'ururlik bilan havishayotgan dehqon ishni uni tunadi. Yunda ustixon tamasida quyruqini ichiga tiqib, oldi putlariga engaklarini qo'yib, tilini uzun chiqarib, burnini yalayotgan och it uni esladi. Hayotdan umid o'zgan, egisiga xirqirawatgan g'aljir it uni do'radi. O it. Itning hamma yomonligi uning badaniga to'plangan. "Mo, nega panjiradan mana Ma'qul. U o'milab, qor tatlab yurib panjiraga boradi. Panjira qog'ozini tili bilan asta yalab to'shik ochdi. Kanda soqolliq er uxlamoqda. Mo'ri o'choq oldida paxmavash ayol pit baqmoqda. Yalang'och to'rt bola mo'ri o'choqda qo'noq etildirmoqda. Bir chaqlarda balki buningdan 50 yil burun Abdumarmu oshu bolalarda qo'noq etildirib yeb hayot lazzatini surgan. Onasi uni yalang'ochlab, badallarini silab qo'yib, kiyimlarini baqqan. Odamlar shunday yashaydi. Bir-birini e'tiborlaydi, bir-biriga shafqat yog'diradi. Xuddi to'g'ola bolalarini qanti bilan yapqandek. Qanjo kichiklarga evib yetib sut bergandek. Qalin muzini mehri bilan yalab quritgandek. Uning mursiga miltiq kuch quyildi. U dum yetib oldi. Dahshatli o'q ovozi chiqdi. Uydan noli faryod ko'tarildi. Askar uydagilarni o'q tutdi. Abdumarning mana shu chog'da odamlikka qaytg'isi keldi. Hamını o'lim, itdek o'lgandan odamdek o'lgan yaxshi. U askarning miltiqiga o'rilib esildi va o'ngda yetib, askarning chatirsiga oxirgi kuchlarini yig'ib tepdi. Askar yiqildi. U miltiqni oldi va nerida o'milib ketayotgan 4 askarga qarab, "Osiya!" deb varqirab o'q otdi. Uning ko'ksi dahshatli og'iradi. Ko'ksiga tekkan nima u? Muxtarbayning mushtimi? Birdamdan keyin partizan razvedchiklar bu yerga yetib keldi. Uyda bir xotin ikki bolasini quchoqlab, qonga melanib yotibdi. Ikki bola o'choq mantida yalang'och holda manganga mo'kinuglik. Er soqolliq odam ho'yladan qo'liga oypolti ilib kiradigan dushmanni saqlab turibdi. Dariz tuvida bir cherik bilan bir oqsoqol odamning jasadi. Nerede yana ikki cherikning jasadi qonga melanib to'nlab yetib qopti. Sansanjo'liq jasadning zo'r tama bilan yashab, oxirida bitlarni rozi qila olmaydigan to'ng go'shga aylanib qolgan Mushinahining muavin hokimi nomiga mansibi yamoqchidek yarashgan Abdumar Mingbek ekanligini hech kim bilmadi. Yanvar oyining qattiq sovuqlarida Harambog' atrofidagi okop, ho'yla va eriqlarda bir-biriga mo'ri terab hurra to'g'layotganlar ikkili tarafdan etilayotgan o'qlarning kundikidan qo'yuq ovozli ekanligini sezmoqda. Bu yerda oxirgi jang, oxirgi erish davomlashmoqda. Harambog' ichidagi jon talashayotgan Gomindan askarlari butun kuchi bilan hujumga o'tdi. Pilimot bombalar bilan qurollangan askarlar Harambog' darvozasidan o'milab chiqib, janubga, shaharga qarab ilgariladi. Ular shaharni qaytarib olishga qasam qilishib, hujum bilan oldiga chiqqan fidoilar edi. Ular 200 metrdagi pastga ilgariladi.
oldida büyük daraxtlik Sovet konsulxonasi bor. Shu yerdan o'tib olsali shahar. 2000 askari nemish qirg'in qila olmaydi ekan, nemishqa shaharni qaytara olmaydi ekan. Oldingi safdagi fidoilar vang'ildatib o'q yog'dirib, otliq piyoda partizanlarga zarba berib, ilgirlashga boshladi. Dushmanning tuyuqsiz hujumidan shahar tarafdan hujum qilayotgan partizanlarning bir bo'ligi tamtirab chekinib, ikki yoqdagi Ihsoq bey, Abbasov partizanlari o'rin o'tkab yetib kelguncha dushman xeyli ilgirlab konsulxona tomlariga yaqinlashdi. Ular Qizil Ko'vrik degan yerdan o'tishiga konsulxonaning tomlaridan mo'ldirdak pilimot o'qlari uchib chiqib, ularning hujumchilarini butunlay yer tishlatdi. Go'minning hujumchilarining oldidagi sep tarmar bo'lishi bilan tanglab, konsul bog'idan o'ngdan so'ldan partizanlar hujumga o'tdi. Go'mindan 300 dak askarining jasadini sirtga qo'yib, harambog' ichiga oralli chekinib oldi. Qo'risqiga o'q tegib yaralangan Li Tuanjang yer osti uyga kirgandan keyin yig'lab turib, "Biz bandit tazlamapti. Sovet bilan so'qishib o'tibdi. Stalin bilan Jiang Zeminning so'qishgan bu. Falokat bosdi. Biz tugashdik. Berlindan burun biz tugaydigan bo'ldik." Devidi Jiang Tuanjang tarin turib, "Oq bayroq chiqarayli. Biz kim shu jinimizlarni beryapmiz ha?" deb varqiradi. "Bu onangni dedi sağ tapancasını tanlab. "Erkevetiman sen to'qi yurakni. Ular kim? Biz kim? Ular degan bir döv axlat. Biz degan igiz tog'. Kim oq bayroqning gapini qilsa, jajis mushundoq bo'ladi." U Jiang Tuanjangni tangni qilib aytibdi. "Birimiz qolg'ich erishimiz dedim-ku. Yordamga askar keladi, atili keladi. Biz shaharni qaytirib olamiz. Banditdan pak-pakiz yo'qtalaymiz. Biz kim? Ulug' Jonghua farzandlari. Vatanning bir talteshi, bir siqim to'psini dushmanga bermaymiz. Banditlar nimati? Biroq ular kuchli, biz ojiz. Ular hujumda, biz mudofiada. Sovsanmujon, bekordan o'lib tugaymiz bu. Odamlar bir-birining go'shini yedak bo'ldi. Qeyrilar bolalar ochliqdan o'lmoqda. Askarlarning jon qilg'idek holi qolmadi. Bunda qalin qor, qattiq sovuqda bu yerga yordamchi askarlar kela olamdi. Kelsimu yo'llarni to'siladi. Biz o'lib tugaydigan bo'ldik." Birini otgan bilan yuzi aksida paydo qilmoqda. Hammani aytiversa, Sovsanmujon o'zi yolg'izjon qilamdi. Demisimi, ularning da'vatqini haqiqiy amaliyat. Lekin Sovsanmujon mag'lubiyatni e'tirof qilmaydi. U qasmiga amal qiladi. "Yo'q. Biz yengimiz. Ularni yo'qtimiz. Yo'qta olmaymiz. Bu degan cho'millarning yo'lbos hujum qilgani, o'mchiklarning aydahoni to'rg'i tushirmak bo'lgandek bir ish. Biz degan yo'lbos ayda, ular degan cho'millar o'mchi, badinimizdagi pit. Biz kuchli, ular ojiz. Biz yengimiz, ular cho'qim yo'qoladi." Lekin uningga ovoz qo'shqichilar bo'lmadi. Hammaning beshi tushgan. Hamma odam jon qayg'usida. Yaradarlari og'zini buzib tillashmoqda. Suv deb nola qilishmoqda. Balalari churqirishib, opalarining yuzlarini mo'rlab, ocharchilik ustidan isyon ko'tarmoqda. Askarlar go'yo hozirlar patqoqdan eg'inab chiqqan bir to'p to'ng'iz. Ularning ko'zlariga qon to'lgan. Dunyodagi eng sad, eng paskin tillar ularning og'zidan chiqmoqda. Sirtdan to'xtamay tushayotgan minomyot o'qlari uylarni tuzlab tugatgan. Yer osti gamilar, okoplar, uylar tixmi-tixmaq. Och zerin, harg'in, vahim zarbisidan aqlidan ozgan odamlar bilan to'lgan. Birini chiroyda tabassum yo'q, birini ko'z siz emas. Birini Sovsanmujon erishib qoladigandek varqirmoqda. U asabiy vatanparvar, hamma odamning ko'ziga sat ko'rinmoqda. Oq bayroq chiqarsa, qurol topshirsa, ularni qirmaydi. Non beradi, suv beradi, o'ltirmaydi, otmaydi emasmi? Sao degan bu millat, vatan deb oljib qolgan odam qandoqsiga buyruq berguchi bo'lib qelavidiki, u buyruq bermasa, oq bayroq chiqarg'ili bo'lmaydi. Uningga takkilim bo'lmaydi. Uning 40-50 dak eng sodiq tanlangan muhofizatchilari bor.
Ular biz Jangchen, biz Benchao. Salsan Mojang bizning Zozuntan deyishmoqda. Ular umid var. Ularning har biri kelgusida hech bo'lmaganda birdan diviziyaga boshliq bo'lishda emasdi. German yo'qlashga az qoldi. Yaponmi Patarı yo'qildi. Jang ve Yanjang uch maslak bayrog'ini dunyo sahnasida lapiltitib, Jonghua farzandlarining dunyoviy g'alabasini namoyon qildi. Jang ve Yanjang Stalindan ulug', Rooseveltdan ulug'. Jonghua Mingo eng qudratli davlat. Jongoliklar Amerikaliklardanmi, Ruslardanmi, Inglizlardan aqlli, batur. Jang ve Yanjang uchun yashaymiz. Jang Zongtong uchun o'lishga har zaman tayyor. Bundaq cho'ng gaplardan kimmi qo'rqmasin? Kimmi uni oq bayroq chiqarishga majburlayolsin? Bu yerdagi kundan kunga ozayotgan odamlarning birli yo'li o'lim yo'lida qolgan o'xshaydi. Bu yo'lga menish to'limi qo'rqinchli, to'limi dahshat. Lekin boshqa yo'li qolmagan bu bir to'p odamning oxirgi kunlari mush haram bag'da tamomlanarmi? Men qat'iy ishonaman. Ular bardoshlik bera oladi. deb kaskin aytdi general Jo Xiaoliang yangi Urumchiga kelgan Jang Yuanjangning vakilini katta ziyofat berib kutib edi. Hammasi vaqtliq ahvol. Bu Shinsayning kasofati. Anlagansizlar, Shinsay dehqonchilik, o'rmonchilik ministrligidan qoldirildi. Uningga oliy darajalik harbiy maslahatchi degan quruqnom berildi. Unmo ortiq, uning to'pisi Xinjiangni Ruslarga bermay bizga saq topshirib berganimi yoki saq degilim bo'lmaydi. Tamoman dast ketgan, holi qolmagan bir o'lkani bizga topshirib berdi. Anlagansizlar, Shinsayning qaynotasining o'g'lini. Anlamadi, Yenxar bo'z degina. Yepyan xabar, ularni butun oilasi bilan Lanjuda qo'rosida qirib o'ltirib tugatgan. Chu naslidan Shinsayning xotini Chu Yufang bilan Chu Yushungning kichik qizi omon qolgan. Pah, bu bir cho'ng fojia ekan. Bu cho'qim Shinsayning qisasxo'rligini qilgan ishi. Uning piga tushganlar nurg'un. Chongchongdami Shinsayni birlagan askar saqlaydi ekan. U uydan taloq chiqolmagiday, leyinchi savdogarchilik qilib yurgiday. Xinjiang xazinasini qo'pqir qilib ketdi ular. Ana hozir pul to'limiz o'rir, xazina yo'q. Puhrağı silah salmay amal qancha. At silah selivido, nilqida xalq to'plan ko'tardi. Silah salmasak kundan kunga ko'payayotgan askar, ma'muriy xodimlarning moliya chiqimini nim bilan qamdaymiz? Namuliq, supur-quruq tanziga ega bo'ptimiz. Xinjiangning yeri kang, boyliq mo'l desa, daryolarda oltin oqidi, toshlarım kumush, qumlar marvoyit deb o'ylis kerak xalqlar. Boyliq nada? Qo'l yetmaydigan yerning tegida. Uni pul qilishga bizning chamimiz yetmaydi. Birla 6 oyning oltinidan oz to'lib foydalanyapmiz. Cheksiz o'rmon, sonsiz mol chorva. Ko'mir, neft koni bo'lgan Shimoliy Xinjiang qo'ldan ketdi. Biz Jinshiholarda qanchalik tirkishalaymiz? Bunisi qorong'u. Shinsaydan qolgan bu abjiq chiqqan taza bizga nurg'un avorchilik keltiradigan o'xshaydi. Shinsayning xalqqa solgan zulmi to'limi eg'ir. Zulm bo'ladi ekan, o'shmanlik bo'ladi. Bu o'shmanlik hozir biz Xanzulaga markazlashyapti. G'o'jidagi banditlar 9 moddali xitobnoma degan bir nimani e'lon qildi. Uningda dushmanimiz Xitoy bosmachilarini yo'qotib, Sharq Turkistonni to'liq ozod qilmoqcha kurashni to'xtatmaymiz deyilgan. Buni tushunishga bo'ladi. Yang, Jin, Shengla bu yerdagi xalqlarning nodonligini, diniy xurofotlik berilib ketganligini ko'rib, ularning hamon uyg'ondiganligiga sal qargan. Bo'libmi, Sheng Sovet ittifoqiga beqingandan keyin nurg'un ishlarda bu yerdagi nodon millatlarning ko'zini ochishga imkon berdi. Qur'on, masjid bilan bo'lib ketgan xalq o'ziga o'xshash millatlarning o'ziga o'zi xo'ja bo'la oladiganligini ko'rdi. Ulardanmi o'ziga o'zi xo'ja bo'lish, davlat bo'lish, boshqa millatlarning kontrolligidan qutulish istiqi paydo bo'ldi. Eng xatarligi mana shu. Chongchongdan kelgan pakar, semiz, peshonistar, harbiy kiyim kiygan odam Jo Xiaoliangning oldiga kelib to'xtadi. Xo'sh, sizlarning planinglar qanday?
Biz 5 yo'lga bo'linib qo'ljiga yurish qilib banditlarning uzul kesil tozalash planini tuzgan. Qo'zg'alonchi banditlar 11-oyning 7-kuni qo'ljiga hujum qilib, 2-3 kundala shaharni egilib oldi. Biz 11-oyning o'ttirida jiddiy harbiy yig'in ochdik. Qo'lji to'polonini bostirishning konkret choralarini bekitdik. 5 yo'lga bo'linib qo'ljiga askar avatishni qaror qildik. Qo'ljidagi 3 joyga mo'kinib olgan 2000 ga yaqin xil qurollar bilan qurollangan qism bilan moslashib, banditlar birdamli yo'qitib etishga bo'ladi. Uchdan tut qor yig'ib qoldi. 5 yo'lning 3 to'sildi. Faqat Shixo Jing tosh yo'li bilan tosh yo'lning janubidagi mana buni ochal eg'izilib qoldi. Tunugun yaxshi qurollangan 4 bo'lik askar mashina va otliq yo'lga chiqib, mana mush turqida Shixo atrofiga yetib bordi. Yana 5 kundan keyin biz g'albi xabarini anglaymiz. 1945-yilning 1-oyini g'albi bilan kutib olamiz. Jang Yuanjangga xush xabar yetkazsakmi bo'ladi? Oldirmayli. deb qo'lini ko'tardi o'lkira Isa Hujumshin. U bugun Yevropacha kiyinib, kostyum burqa, galstuklar bilan xelali sintib qolgan edi. Stalin to'lim o'shar. U hozir Berlinga tikilgan bilan uning bir ko'zi sharaqda. U Yaponlar bilan do'stlik shartnomasi tuzgan bilan Sibiriyada yetarlik askar saqlayotdi. Bu askarlar 1941-yili 12-oy, 1942-yili 1-oylarda Moskvani qo'g'dash jangiga o'g'irlikchi berib qatnashib, Germanlar chekingandan keyin yana Sibiriyaga qaytib keldi. Hujumshin hamma odam biladigan gaplarni tafsiliy so'zlab, o'z bilimini ko'z-ko'z qilishga odatlangan ko'ni taliblardan bo'lg'ashqa, gapni uzoqdan aylantirib kelib, asosiy masalaga oldirmay qaytdi. Demakchiman, Stalin Sibiriyadagi 100 ming askarni midirlatmadi. Bu askarlar Yaponlarning tavakkulchiligi bilan Jungu hukumatining davlat g'ururiga taqobil turish uchun saqlanayotdi. Ular har qachon askar kirgizdi demakchimisiz? Tushunishdik, dedi vakil beshini lang'ishtib. Lekin Amerika bunda qilishga yo'l qo'ymaydi. Partizan qilib kirgizaveradi. Uning ustiga Roosevelt bizning Jang Yuanjang'ga hozir unchalik qizg'in emas. Jang Yuanjang Rooseveltga Shinjongdagi to'polon faqat dengiz ostidagi buyuk tog'ning suv ustidagi qismidan iborat dedi. Roosevelt anlamag'onga selib oldi. Stalin g'ulja Oltoy cho'chaklarini bir respublika yoki bir davlat qilib e'lon qilib olsa, biz valoqishib qelaveramiz. Hay, 1944-yilning mush oxir qaylari Sovetning bizga bo'lgan besim raso kuchaygan chog'lar. G'ulji to'polonini Ruslar cho'qim qo'llaydi. Bizning yordamchi qismlarimiz balki tog'lardan o'talmaydi. Roosevelt bu yerga hech qachon askar kirgizolmaydi. Navoda ta'limimizga bizni qo'llagan taqdirdami? Rais apandining tahlili kang, cho'nqur mazmunni o'z ichiga olgan, dedi vakil qoyil bo'lib. Qoyilman. Men hamon ishning aktiv tarafini tashabbus qilaman, dedi Jo'shalyang norozi bo'lib. Ishonchim komil. Biz banditlarni uzul kesil tozalay olamiz. Shundoq bo'g'ay. Vakil kelgusiga unchalik qiziqmadi. Uning qarashicha, ko'kil maydondan qumliq ko'p, to'rtchun tog' zaminning ko'p qismini egallab turgan bu zamin uchun buncha ko'p badal to'lash arzimaydigan bir ish. U shunga kelgusi qiziqmaydi. Buni ziyofatga qo'yilgan kaklik, o'lar go'shtlari, quritilgan mevalar, badam, yamoq mig'izlari to'limi lazzatli. U bu yerdan yaxshiroq sovg'a salam, yo'lliqlar bilan qaysila qaytib berib o'z boshliqiga obdan gap yasab do'xlat qilsana, uning vazifasi tugagan bo'ladi. Hamma odamning o'z vazifasi bo'ladi. Mana Jo'siling u raislarning vazifasi isyonni bostirish, Shinjongni tartqizib qo'ymaslik. Lekin vakilning maqsadi vazifasi bilan toza birlashgan. U Shinjong qo'ldan ketmaydi ekan degan xabarni paketlar bilan elib boramizni bo'ldi. Boshqa ishlar bilan uning ishi yo'q. Qurolmi muhim. Jang Yuanjangmi Shinjongga ko'ngil beradi. Lekin yanala diplomatiyaning roli cho'ng. Men nurg'un kitoblarni ko'rdim. Uyg'urlarni tadqiq qildim.
Bu millat asosan dehqon bo'lg'achqa rahimdil xalq. Chingizxon davridagi Mo'ng'ullar ovchi qabila edi. Shungular o'ltirishdan lazzat topadigan xalq bo'lib chiqdi. Dehqon degan asrashni kasb qilgan. Ziroat, o'rmon, chorva, uy bisot hammasini ko'z qarchiqidek asrab qo'g'dash uning burchi. Shunga ular rahimdil, mehr shafqatdan lazzatlanadigan xalq. Mana bu ularning xususiyati ham ojizligi. Islom dini ularning xususiyatiga mehr shafqat furqini texmi qattiq singdirgan. Ular o'zim och qolsammi qo'shnam to'q yesin, qancha ziyon tarsammi birovga ziyon solmay degandek aqidalarga qattiq amal qiladi. Sovet ittifoqi aralashmasalar ularni yaxshi gap bilan indak keltirmak oson. Onun ustiga mayli G'o'ljadagi, mayli Oltoydagi banditlardan bo'lsin. Ularning katavashlarining cho'nglari dindorlar. Ular Sovetga o'ch, Kompartiyaga o'ch. Xatarligi ularning ishidagi Kompartiyaga moyillari. Sovet Kompartiyasi bo'lsin, Jungo Kompartiyasi bo'lsin, ularning bir qism yosh, o'rta darajalik rahbarlar uchun go'yo nijot yo'ldozi. Xatarligi mana shular. Raisning tahlili to'nimi to'g'ri. Uyg'ur millatidan chiqqan banditlar harbiy ilmdan bexabar. Ular qaramlik qiladi, o'limdan qo'rqmaydi. Ammo harbiy taktika, strategiyada qarg'u. Ularni qiltaq tushirmak, beliqni qarmoqqa elindirmoqdanmi oson. Yamchukni ko'rsalar o'zini otadi. Bu ojizlik bilan bayo rais aytgan ma'naviy ojizlikdan foydalanishga bo'ladi. Gap bizning yamchuklarimizdan jalb qilish kuchida. Үрімчі тұрышлық harbiy ma'muriy amaldorlar Go'mindan firqasining ko'zga ko'ringan siyosatchilari Xinjiang masalasi va Sovet ittifoqi masalasida nomi bor tadqiqotchilar o'lkalik hukumat binosining bu ziyofat zaliga to'planib, bir chetdan yeb ichib, bir chetdan gap setib o'ltirishayotgan mush qorong'u qishning qattiq sovuq bo'layotgan kechisida G'o'lja Harambog' bazasida na yegudak, na qalg'udak hech nim bo'lmaganlikdan ochliq, to'nglash, vahima azobidan viloyatlik firqining mas'ul kotibi o'z ayoli ikki bolasi bilan bir-birini etib, qo'llikdib o'lib oldi. Savruning kotibning jasadiga ikki poy o'q etib, uni xoin deb tiladi va varqirab 1867-yili to'planishlar Bayandayni mushunda qo'rshib olganda birmi manjo askari taslim bo'lmagan. Ko'ra qo'ldan kapkanda manjolar banditlarning qo'liga tirik tushmaymizda birlashib zahar ichib o'lib olgan. Angladinglarmi? Ko'rani banditlar egilgan o'lib olgan. Bu yerni banditlar hargiz ola olmaydi. Aerodrom tex bizning qo'limizda. Bizning yordamchi qismlarimiz atili yetib keladi. Ko'pchilik o'lib olishga oldirmay, o'ltirishga oldiranglar. Bizga qo'shilib banditlarga o'q yog'dirayotgan chantolar qo'l solmanglar, dedi. Okoplarda o'milab yurib pilimot etayotgan Uyg'ur yigitlari bu gapni anglab texmi ruhlanib, pilimotlardan qurg'an sirtidagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar, O'zbek, Rus, Shiba, Mo'ng'ullarga qaratib o'q yog'dirishga boshladi. Sirtdan "urra" degan sado anglansa, ular "o'rscha gap-ku bu" deyishib, hatto qo'zg'alon ko'targanlarga Uyg'ur tilida varqirab "Salla o'rsin ishdi" degan chog'larimi bo'ldi. Go'mindan armiyasida yurib, Go'mindanning ulug'ligiga rostla ishongan bu bir necha yuz Uyg'ur askar Savrulinga o'z yaqinlaridan yaqin to'ylatdi. Kecha sovuq avjiga chiqqan. Yotgan ko'rpa, kigiz palazlarga o'rilib olgan odamlar bir-birini chin quchoqlab, putlarini ostilariga tiqishib, sovuq qarshilik ko'rsatmoqda edi. Yig'izlari yilidan yiliga o'layotgan qiyrilar bilan narsiydilar, buyruq bilan okopning sirtiga, qahrdan dalaga tashlanatdi. Ularning kiyimlarini darhol saqqalg'anlar soldirib elishadi. Odamlarda bir-biriga ko'yinadigan mehribonlikdan qilcha asar qolmagan edi. Mana Litvanjangning xotini sarang bo'lib qilib edi, uning g'alvasidan qutulish uchun Sausan Mojang uni aytib etishga buyurdi. Uni turpandan kelgan Uyg'ur askar etib etdi. Litvanjang darhol tapanchisini chiqarib edi, Sausan Mojang o'zining bu eng yaqin do'stining qo'lini qayirib, tapanchisini tortib oldi.
Buyruqni ijro qilgan askar eng yaxshi askar. dedi Sao yaqin do'stin jo'nab. Chanto mening buyruqimni ijro Belqut qildi. xazinasi. Men oq bayroq chiqarman. deb varqirdi Li Tuanjang. Menga hayot kerak. Menga tomoq issiqlik suv kerak. U ko'nglikini yirtib, bayroq qilib, talog'i o'minishga Sao uni gumli qilib aytibdi. Sana hayot kerak bo'lsa, menga musha zamin kerak. Gumindan uch buyuk maslikining kuchi 40-yillarning beshidagi vatanparvarlik tarbiyasi tashviqotining ilhomlantirishi bilan eng chet chegara rayonni gullantirib, vatan uchun to'hfa yaratishga qasam berib, bu yerga kelgan bir jup do'st, oliy maktabning bir-biriga mangulik do'st bo'lish qasam berishgan g'oyilik ayrilmas do'stlar mana shunday vidolashdi. Li Tuanjang sunaylanib yetib qoldi. Onun qo'lidagi oq bayroq ko'kirkiga tengilgan peti qonga milandi. Sao uni yugurib berib yo'ladi va uning beshini ko'kiriga qo'yib, Bu yerda o'limdan boshqa hech nima yo'q, deb ho'ngrab yig'labatdi. Qora mashina qarmuz bilan to'lgan g'olji o'rimchi tosh yo'lida irg'anglab silkinib asta ketib o'tadi. Uning usti berzent bilan chumkalgan. Kozubdan 4 qator bo'lib, qishliq harbiy chikingan yosh askarlar miltiqlarini tizrig'i qisib, liq o'tirishgan. Qibladan bijildab ochiq shamol urmoqda. Kabinkadagi avtomat tutgan ikki yigit asnab o'tirib, cheksiz ketgan qorliq dalaga qarab, bir-biriga "Bizning Go'yjoda bundaq manzira kishining xiyoligi-mi, tushigimi kirmaydi?" desa, yana biri "Bizning Jejangda dengiz mana shundoq cheksiz ko'rinadi" dedi. Shoir do'stim Li Bay otimiz balaloq chog'larida basqan yo'llar-ku ha. So'qish yo'q, o'lim vahimasi yo'q, safar ko'ngillik. To'gin minib jonni ko'rib mangasan. Bizga xiyoldan boshqa narsa hamroh emas, to'limiz erikishlik. To'limi qo'rqinchli. Uyimdan 5000 kilometr yiroqda o'likim qolsa, uning ustiga qarimiz ostida degana. Bizni kim Guansayga soladi deysan? Vatan degan hukmni kim ijod qilgan bo'lg'iydi ha? Vatanni qo'g'dimoq to'limi ta'skan. Bayjoyi vidoliq degan she'rda Shizang Chinxay egizligiga jang qilib borgan bizdek yoshlarga ish chog'irtib, tong hukumatini ayblagan. Biz hozir u egizlikdan 2000 kilometr yiroqlikda jang qilg'ili ketyapmiz. Vatan chegarasi bizga muhtoj. Vatan degan ballonlarni asraydigan, vatanda bizning qanchalik yoshlarimiz jon berdi, kuni qanchaga jon beryapti ha? Bu bizga shon sharaf. Lekin bu sharaf bizga to'limi qimmatga to'xtaydigan bo'ldi. Ota-onadan, do'stlardan, g'oyidan, oxirida jondan ayriladigan o'xshaymiz. Ulug' vatanni qo'g'dash mas'uliyati menga o'xshash ishchining bolasi bilan senga o'xshash yezi muallimining bolasining zimmasiga tushibdi. Shon-sharaf qachilangan bu mashinalar nimanchasi mangadi? Qo'rsoq ichib, boshirim qiyib ketib boradi. Yo'l intayin uzun, dedi shofir. Biz yuqurg'irlayapmiz. Mana sayram kelib keldik. Ha, nimancha xatarlik yo'l bu. Signal chelindi. Bütün askarlar 40 mashina askar oldirishib yerga tushdi. Mashinalar chiroqlarini o'chirishdi. Oldimizda banditlar bor ekan, dedi bayiq askarlarning Lianjang'i do'ngi chiqib varqirab. Mashinalar quruq mangdi, biz piyoda mangamiz. Sayram kirining atrofi belgi kelgida qor bilan tingan. Yo'l boshlag'ich qism birdan qor ko'rib, birdan toshlarni yo'tkab, qarag'ayliq taqqa qarab ilgirlamoqda. Piyodalar miltiqlarini murillariga selib, to'rtdan tizilib qatorlashib, o'ng-to'nsiz mangmoqda. Bunda qilin qorni ko'rmagan janubiy junguliq yigitlar yiqilib, bir-birini yo'lishib, tasda ilgirlamoqda. Mana ko'z ochqusiz shivirg'an boshlandi. Quloqchinlarning salpinlarini engaklari ostidan bog'lashgan, ko'zi o'chib qolgan yoshlarning oyoqlaridagi paxtliq xaylari qorga to'lgan. Paxtliq ishtonlarining pushqoqlari hech nimaga dal bo'lolmadi.
Mana putlar chimildab, ko'ygandek muzlamoqda. Davonga piyoda yamashmoq to'limi taskan. Birda o'malashgan, birda yiqilishga to'g'ri keladigan. Bayqa avtomatliq bir jup yigit birga ketib o'tib, birdan yo'lni, birdan qorni tillab, mana endi o'zlarini o'limga elib mangan kalva boshliqlarini tillashga boshladi. İşte hücum qilg'ich yozda. İş bo'lmaz barda hücum qilsa bo'lmamdi. Qamalda qolganlarni biz qanday qutqizamiz bu holimiz bilan? Navad Monosayning ishki qaptiliq banditlar o'rnilishib olgan bo'lsa, biz tugashdik. Boshliqlarning deyishicha, Judonda tog' ustida banditlar turolmagandak. Isyon ko'targan banditlar yer tanlamdi. Kecha qattiq sovuq, tik davan, qarliq yo'lni askarlarning holidan ketkizdi. Mashinalarni dalda qilib ostan ketayotgan uzun karvan noli faryod var-vuri tillashlari bilan ilgirilab, oxiri davondan tövanga sangaladi. Tish yo'ldan tushguncha 5 mashina o'rildi. Askarlar birda yugurib, birda siyrilib, do'malab, say tapini qarab tez ilgirladi. Oxiri ularga to'xtashqa, saydagi tog' suydan ichib, murullardagi qattiq jingmoma, pishiq go'rishlaridan yeb, mag'dur yig'ib olib, ilgirlashga buyruq berildi. Nimishqi mashina bilan mangmaymiz? Mashinalar minad partisa 50 askar tugigidak, piyodalar bir-biridan o'ssa, ziyon cho'ng bo'lmagidak. Sayning tapini askarlar bilan to'ldi. Oxirgi askarlar tushib bo'ldi. Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atgan anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Bilqut xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqutdan bil. Bilqut xazinesi